Yangi Darxonda 3-metro bekatiga yaqin joyda 3 xona 73 kvadrat 16 etajli Novostroykaning 7-etajida 73 kvadratli kvartirani atrofida 70-72 mingni so'rab turgan holatida arzon narsa kanalida $65.900 ga arzon qilib beramiz. Bu kvadratiga $902 aylanayapti. Kosmetika remont hech kim yashamagan. Mana ko'rishlaringiz mumkin baquvvat pod'ezd eshiklari. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda chap qo'lda sanuzeldan boshlaymiz. Mana sanuzeli. Mana bu yoqqa qarasak, mana sanuzel, oshxona, zal, bolalar yotoqxonasi, ota-onalar yotoqxonasi. Kirganimizda chap qo'lda mana sanuzeldan boshlaymiz. Yaxshi kafillardan qo'yib qo'yilgan, mana yorug' bo'lib turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Buni alohidalashtirsangiz bo'ladi, lekin qo'shimcha rasxod evaziga. Bu yerda oshxonasi ham kompaktli, gazlashtirilgan, gazlari kelib turibdi. To'rtqo'rni kotyollari, stabilizatorlari bor, gazli счётчиги tayyor turibdi. Issiq suv qilinadi. Qishda kotyol isitishi hammasi mana shu radiatordan bo'ladi. Bu yerda stol suv qo'yib, bemalol 4 kishi ovqatlanib o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi, mabodaga. Endi bu yerda eshitib qo'yadigan bo'lsak, bu yerda uzun koridor, chap qo'lda birinchi kattakon zali. Mana ko'rishlaringiz mumkin, kosmetika remont qilingan. Kosmetika endi bir xil go'z remont deydi, bir xil kosmetika deydi. Mana konteynerlarga ham joy tashlab ketilgan. Akvaral chiroyli o'tiribdi. Buni ko'chib kirgandan zudlik bilan beshotga qilib tashlash kerak, bolalar xavfsizligi uchun. Bu yoq mana ota-onalar yotoqxonasi yoki bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi nisbatan xonaroq, maydaroq xona bo'ladi. Bu yoqda ota-onalar yotoqxonasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Balkoni 1,5 ga 3 balkon bu tarafdan. Videolar chiqadi. Narxi $65.900 taqalgani, hujjat hammasi joyida. 16 etajli Novostroykaning 7-etajida. Tarsoy emas, o'rtada, ikki yonboshda ham, tepa pastda ham kvartiralar bor. Metroga juda yaqin, piyoda borsangiz 10-15 minutlik masofali yo'l, 2-bekatga, 3-bekatga. Xo'p, anaqada marshrutka, avtobuslar qatnaydi. 2000 ga yetib oladigan joyi. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Sergeli Yangi Darxonda eng yaqin metro O'zgarish va Sergeli 2-3 metro bekatlari yaqin. Yonida maktab bog'chasi bor. O'sha uzun marketning yonidan metrogacha marshrutka, taksi, avtobuslar qatnaydi. Eng yaqin masjid Niyozmat ota masjidi. 12-15 minutlik masofali piyodaga yo'l. Mana lokatsiyasi yaxshi joyda. Narxi juda arzon hisoblanadi. Ulgurib qoling, $65.900. Qasddan nomeriga aloqa qurasizlar. Ipoteka, subsidiya, kreditlarga bizning kanalda umuman uy sotilmaydi. Bu ham shunaqa. Qasddan nomeriga aloqa qurasizlar. Kalt naqasi o'zi berib yuboradi. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.